Bugun studiyamizda sovg'alar o'zlari gapirishadi. Meni odatda bayramlarda olishadi. Tug'ilgan kun, surpriz yoki kichik tantanalarda kayfiyatni ko'tarish uchun ishlatishadi. Meni ko'pincha kechirim so'rashda yoki kimnidir xursand qilish uchun olishadi. Oddiy, lekin har doim to'g'ri tanlov bo'laman. Meni taassurot qoldirish uchun olishadi. Ayniqsa, kimnidir hayratda qoldirmoqchi bo'lishsa, men doim yaxshi variant bo'laman. Meni jiddiy sovg'a qilmoqchi bo'lishsa tanlashadi. Odatda muhim odamlar uchun esdalik sifatida berilaman. Nima gap bolalar? Vohma qilmaymiz. Manshetdami? Meni esa har kuni olishadi. Chunki bu oddiy sovg'a emas, bu e'tibor va daraja belgisi. Ohoda sovg'alar ko'p. Optimga ham bor, donaga ham bor. Naqdga ham ishlaymiz. Kerak bo'lsa, yozing yoki qo'ng'iroq qiling, tez tayyorlab beramiz.